O'zing qanaqa bo'lsang shuna xotin nasib qiladi. Ko'pchilik lo'ni tishlami qiladi. Uylanmagan bolalar. O'ziga o'xshagan nasibsi biladi-da u qanaqaligi o'zini. Baga ketdi-yu endi deydi. Hali bir ustozni oldiga kelib bir yigit, ustoz men yemagan qantim qolmagan, lekin tavba qildim. Uylanmoqchiman, shunga nima deysiz? O'zingga o'xshagan tavba qilgan nasib qiladi degan ekan. Chunki uylanmagan bolalar menga pokiza, inasi o'pmagan, gapi chiqmagan kelin nasib qilsin desiz, o'zingiz normalni yuring. Ni normalni yurmang, normalni yuring. Pokiza yuring. Telefonda ham u bu narsa ko'rmagan ayol nasib qilsin siz o'zingiz ham ko'rmang. Ibodat qiladigan nasib qilsin siz o'zingiz ham ibodatli bo'ling, odobli bo'ling, axloqli bo'ling. Shunda inshaalloh hammasi go'zal, chiroyli, yaxshi bo'ladi. Alloh rozi bo'lsin yigitlar, borlaringga shukr. Butun vujudlaring bilan eshittilaring deb o'ylayman. Ko'rinishdan shunaqa o'xshaydi. Endi amal qilinglar.